Men bu ko'plar aytadi. Sharoit qilib bo'lib keyin o'ylangan yaxshimi yoki bo'lmasa o'ylanib turib sharoit qilgan yaxshimi deydi. Men lekin o'ylashim bo'yicha avval o'ylanib keyin sharoit qilgan yaxshi. Chunki shu bahona qizingizni sinab olasiz. Siz olayotgan qiz sizni sharoitingizga, kamchiligingizga qarab yerga tegmaydi. Sharoitingiz bo'lib turib o'ylansangiz, so'raydi, surishtiradi, nima ish qiladi, qanaqa mashina bor, uy qanaqa, xizmatkorlari bormi, undaymi, отдельно turamizmi? Yo'q. O'sha uchun menga qolsa avval o'ylanib turib, sizni sharoitingiz, kamchiligingizni bilib turib, pulingiz yo'qligini, sevgingizga ishonib yerga tegsa, bu haqiqiy muhabbat. Oldin zamonga farqi yo'q bo'lgan. Yerga tegavergan. Men bu hozirgiga o'xshab puliga qaramagan. Oldingi sevgi haqiqiy sevgi bo'lgan.